Assalomu alaykum ukalar. Sizlar charcha. Xudo xolisa mana 27-yanvar 2026-yil. Xolasa boshladik. Ya'ni bir yechib ko'ramiz. Bitta tenglik o'ynab tushgan, balanddan tushgan. Endi bir ko'ramiz qanaqa chiqar ekan. Tashqarida mana shu 3 tami qolib xolos. Unaqa chiqar ekan. Qani yechib ko'ramiz buni ham. Xudo xolasa mana yechib oldik. Qani bir gap bo'laversin, ya tinchlik bo'laversin. Nar chiqdi, modam ekanda saqlab yurdim. Nar chiqdi endi. Bir gap bo'lar, ketgandan qolgan. Qopqonda urilgandi. Qani? Bo'ldi. Bunaqa qo'lni degani bu qoldi degani. Qizillab yetib ham tushib oldi. Qondan ochiq qo'ydim hammasini. Ana yangi yechilgan o'sha mana qora shapka paypoq. Qo'naqa qoldi degani, qo'naqa qo'nga degani bu qoldi degani o'zini. Endi ketgandan qolgan-da.